Pul zaril deb turibdilar akamiz. 59 ming dollar sanagan insonga shu hovlimizdan oforming qilib beramiz deb turibdilar. Startvi boshida 66 ming dollar chiqqan aynan shu hovlimiz. Xudo xohlasa sizniki bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib, tezroq ulgurib qolinglar. Asosiy darvozaxonadan kirganda o'lchamlarni ko'rib turibsizlar. Shinamgina tushyapti. 2 xonali domdan ko'ra menimcha 59 ming dollarga 4 xonali shu kottejimiz menimcha zo'r bo'lsa kerak. Darvozaxona hovlimizni ko'rib turibsizlar. Fasadli ishlar bitib bo'lgan, burchatkalar bitib bo'lgan. Ketdik. Kelganimizda birinchi o'ng qo'limizga chiroylikgina bitta yotoqxonamiz bo'lib turibdi. Ichkaridan ko'rib turibsiz. Chiroylikgina mo'sh bo'yladan qilib qo'yilgan. Yotoqxonamizning orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida kattagina zal va zalimizning yon tarafida ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti. Ichkarida o'zining katsonlar bilan birgalikda. Ko'pchilik so'rovdi, arzonroq hovli ko'rsing, lekin oshxonasi alohida bo'lsin deb. Mana ko'rib turibsiz. Yon tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida bitta yotoqxonamiz. Ichkari tarafida o'zining sanuzallari ham ega holatda bo'lib turibdi. Yashnobod tumanida joylashgan bu hovlimiz Toshkent shahar Yashnobod tumani, Qashqadaryo mahallasi. Yana aniqroq ma'lumot, lokatsiya kerak bo'lganingizda pastki nomerli telefonga ulgurib qoling. Yon tarafini ko'radigan bo'lsak, bitta bolalar uchun yotoqxonamiz bo'lib turibdi. Fasadlarni ko'rib turibsiz, chiroylikkina o'sha bitta bo'lgan, tayyor holatda turibdi. Uyimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga telefon qiling. Yana ham ko'proq ma'lumot olib, tezroq shoshilib qoling. Hovliga alohida sanuzallar qilib qo'yilgan. Aytganimizda 59 ming dollar sanagan insonga shundan notariusga borib oformit qilib beradilar. Srochni yonib turgani uchun boshida starti 66 ming chiqqan. Telefon qiling, ulgurib qoling.